Hürmetli işçi turdaşlar, biz bu saatlik dersimizde switch dep bir itip açılan kevgendek bir Android'in bir zucensi var. Mesela ki ma'lum bir yer tanışış rayonuna kirib birini içip açsak bir iqtidar etildi, itip açsak şu iqtidar etildi. Şunun o'xshash bir zucen biz bu yerden bunu qandaq nazarga bir ko'raylik. Sevishtiğin dal mushu itip içilip qoldi. Bunun o'ziga asosan xosliklar bo'ldi. Undaqda biz buni tunishib bir misal ilib ishlab baqaylik. Men bu morensni uchirib qilibday andim buningki grafitini center qilib o'tirg'i chiqsin. Biz manda qilaylik. Mayaga bir tal image qo'yib, endi mayaga switch knopkasini birini qo'yib switch deb bir knopkasini. Echilganchada bir rangda, echilmanchada bir rasmda ikki xil rasmni qilib bir ko'rpa qilib, uni siz misol elib ma'lum iqtidorni itib ochganga to'g'rilib olsanglar bo'ldi. Undaqda men bu yerga oldida image'dan birini qo'yib, wrap content qilib bu ichidagi mazmuni qarta chiqsin. Ondan buniki srcs'ni hozir bermay, srcs'ni men isbog'icha bir qo'yib turay. Undaqda biz ma ikki tal image'ni men tayyorlab qo'ygan iconni biz iconni şunun bir ko'rib baqaylik. Undaqda buningki rasmni chizgi joyini mushmun darajani ichiga tashlay. Ondan buningki dastlabki morensi off holatda tutsin. Shuning uchun mundaq biray. Ondan buning ID'sini EV deb biray. Ondan switch ibarasidan birini ko'raylik. Chiqib bo'ldi. Content mazmuni qarta chiqsin. Andan keyin buning mandaq bir xosliklari bor. Avval buni taxtiga tushiraylik. Android Light Blues'ni mana ostida tutsin, image'ning ostida. Andan bu Android ID'si SC bo'lsin. Ondan buning xosligidan menda bir xosliklar bor. SBIM deb switch minvitech deydi. Ondan buningki boshqa nimalarga o'xshash xosligi bor. Buningki switch padding deb bir switch min vitez degan maxosligi alohida bekrak ishlatamiz. Buni mau knopkaninki kenglikini bu belgilab berdi. Buningda biz 20 dB qilib olaylik. Ondan buni maning o'ttirsiga eklab to'g'rilaylik. Android Light margin left'ini 25 dB qilaylik. Müştaq tuğa yeli yalnız yazgançadan lekin o'tirib keldim. Ondan bu ondan azroq taktik tushun shundami? Margin topsi 20 dB bo'lsin. Ondan endi xosliklardan Android show text deb bir xosligi bor. Buni tushunib etmasak, buniki mayadagi xat ko'rinmaydi. Ko'rdinglar, mayada xat chiqdi. Buni elib etsak xat ko'rinmaydi. Şunu bu alayda diqqat qilinglar, bu bak muhim maqsad. Mana show text degan tekstni ko'rinsin degan ma'no chiqdi. Shuni bak diqqat qilsanglar bo'ldi. Ondan buniki aytgandiki chiqadigan teksti off degan aytgandiki etikalatdagi teksti. Tekstning nimasi? Tekstning mazmuni. Buningga K deb yozib qo'yay.
Bunun of deb bizaya bunun çoğun harfte. Kichik harfte yazılı. Bunun hangi xat yazsak buludu. Her qanday xatni yazgıl buldu. Biz bu İngilizce ili vereli. Andın tekes 10 deb maqasıqı bu eçilgandiki halatdiki. Bunun 10 deb biray. Andın yana qanday qasıq var desanglar eçilgandiki bunu hazır görürüz. Andaqda biz Taybe fark edip bir xaslığı var. Xatning stylesini tanışaydigan. Normal olsun normal, ma'no olsun ma'bu, aştaq xatning zıddisini tanışap birdi. Andın bununki minvitex padding deb xaslıqlarni minvitexni töpüst koyduk. Padding deb bir xaslığı var. Bu switch padding deb ma'u xaslığı. Bu bolsa ikkisini o'ttirsak aralığını tanışap birdi. Andikin text switch Android switch deb yaz. Switch mine text type iPrank deb bir xat chiqdi. Bundan tekstning ranglarini tanışap olsanglar bo'ldi. Andın yine qanday xaslıqlari bor deganda changi deb bir xaslığı bor. Bu xaslık bo'lsa mo'rin holatda etik turamdi, echiq turamdi degan ma'noda. Mo'rin holatda etik tutsin. Andın bunu echib etsak, cho'q etsak, oyada echilib ketadi. Mana 10 deb mayada echilib ketdi-ku, o rangi kirdi andın. Biz buni mo'rin holatda etik turdi. Shunami? Andın Android yine show tekstini görüp olduk. Sip Siplit Track deb bir xaslığı var. Bu xaslığı bo'lsa mau kavyanisi ko'rinamdi yo'q degan xaslığı. Buni false qilib baqili. Bu hozir bu yozbunda ko'ringan bilan bu kavyanisini chiqmaydigan yoki bir xil holat aktivitidi. True false ikki qiymat oldi. Buni shu qilib baqili. Ko'rdinglar meni? Azroq o'zgarish bo'ldi matafsida. Bunu ishiltib ko'rib baqsanglar bo'ldi. Bu pek ishlanmaydi. Ishiltib pek ishlandigini mishaydan mush 3 xaslıqdan hozir yozmoqchi bo'lgan. Hozir biz oldida style izlep analikin qilib qolgan ikki xaslıqni ko'rsatay. Anda bo'lsa birinchilab Gary deb bir tal şabdın birini qurvalay andikin bununki nimsi şab olsun andin bunu men küçürvalay bunun birini quraylı qurgandikin tövendikidek çıktı. Biz yine davamlıq başka nimelerini kurup bununki qani köygenin ikkitalda lostek bir oqti dumbilaq kekönigidek bir yalnız yasap bazı emeli misallarını görmez. İkkital nemisi andın o ikkital dügülüki itip içilganca da ikkitaldan töttal bittalda ikkital andikin tehdit kereng ikki xil o'zgardi. Bir talda ikkital töttal oldu. Andikin şunu maslashtirib ayak birdigandan bir tal, şundan 5 tal, andin styles colorga bir tal rang qo'shib birmiz. Şunu ko'rsatsak andikin tövendikidek aşkı köniki nemstek çıkıdı. Ondaqda biz bunu şab deb izlep andim bununla dark deb yazılı. Bu itliga alıtdiki bo'lsin, ma itilga alıtdiki bo'lsin. Andin yine davamlı qurulay bunun.
Andin buningki yana Gerin tohum deb birini elib oldim. Bu bo'lsa mana tahdidki rangini ko'rsatib bersin. Bunun mushabi bo'lsin. Yeni qurli, yeni davomliq. 5ni qurimiz bunu. Endi eng oxirgi selektor oldu, qolgan ham mushabi bo'ldi. Buningki mana bo'lsa A'ningki o'xshash tirask deb bo'lsin. Andin yana birini bunun selektor kurumuz. Andin bununki nemisini ma'qul holatda, chunki ma'u ayağı to'rttal qurg'inimizni mayadan bir tal, ikki tal A'ning birimiz, 6 tal bo'ldi. Bir tal, ikki tal A'ning birib, A'ningdan andikin boshqa ayaga chiqib ko'rsatib birimiz. Shuning uchun hozir yana yeni bir kamlayotgan ma'noda. Undaqda tira deb birini quray, selektor olsun bo'lma. Andin biz bir başdan killi, andaqda bu bo'lsa Shabning nemisiga andin Android deb yozmaymiz. Bunun gavdu yani töpçisinin igizlik bilen kengliki size depalı size xeygisi igizlikka 40 dB bo'lsin, kenglik igizlik yani 40 dB bo'lsin. Andin bizim bu yerga davomliq yozili ma bo'lsa konres bu bo'lsa jumbuloq radiosini chiqarib turadigan bir nima. Undaqda biz bunga 20 dB deb birli jumbuloq chiqsin. Andin buni oxirlashtiruvchilar andin yana rang o'zgartirgan rangninki fombiyalisini birli. Undaqda buni grind deb bergandikin buningki strat color end color deb ikki xaslıqni ishlatamiz. Bu xaslıq bo'lsa birisi qirninki, birisi ichiniki. Andin mao xy xaslıqi ma gerin ma qirg'oqninki radiosi taib degan nemisi shu nimalarni ko'rib baqsanglar bo'ldi. Birdan qanday xaslıq chiqib ketgan. Biz hozir bu ikkisini ham ko'rsatib o'taylik. Andaqda birincisiga avval için teshidan boshlab toshib qo'ysan. Andaqda buningki F deb ko'rdinglar mana bunda bir xil nim chiqdi. Men radiosini berdik. Andin 6 tal birnes F'da 6 ni berdik. Andin start color'ga F'dan 6 tal birli. Hozir bu rangni o'zgartib mandaq bir holat keldi. Andaqda biz bunu oxirlashtirib andin yana story deb bir nimiz var. Story deb bununla videosini 1 dB qilib beraylik. 40 ga ana ko'rdinglar demisam chiqib qoldi. Andaqda buni Android color'si 9E bo'lsin. Andin buni oxirlashtirib deylik. Hozir tuvandikdek bir holat keldi. Andaqda biz yana mau bir tal F kompot. Hozir mandaq bir holat kelibdi. Bu 9E deb buni bundaq yozsak bu qamlashmaydi chiqib qoldi ya. Yozib ko'p baqalar davomli. Andin buningki yeni birisiga bunu mushabe deb quribdik. Andin buni aniga o'xshash
size'ninki xeygisi igizliki 20 dB bo'lsin. Yangiz chiqarish uchun hozir izotimiz mana yangiz deb qo'ydi hanuzcha. Har xil yangizlarni mishaydan Android'ninki yangizlarini mishaydan chiqardi. Buning asli 25 dB deb qo'yaylik. Andin buningga ground deb maqasini berib, buning int color'si 9E oldiga maffuqani qo'ymasa, andin buni Android start color'sini 9E biz mana elib oldik. Mundaq bir holat keldi. Andaqda biz yana ma'ning birdan ikki qasıqni yuz bo'ldik. Ma ikkisini birlashtiramiz deylik. Andaqda biz yana davomliq yana ko'rib baqaylik. Biz to'liq bo'libdi. Andin yana buningki size, yani size, andin buningki xeygisi 40 oldin qatim qisla o'xshash qilsa x bosib qoldi. Vedismi 40 bo'lsin. Andin buni oxirlashtirib deylik. Mana chiqib qolgan. Oxirlashtirildi yani. Oxirisidan ishiltirib emasman. Mavki. Andin konferensninki radiosini tanshab, bunun radiosi 20 dB bo'lsin. Buni oxirlashtiraylik. Andin grid'ni int color bununla oq olsun, içinin rengi appaqlan olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andin int start color'si oq olsun. Muşu xil geldi. Andin buniki çörsini yazaylı score. Andin buniki vedisini etraf qırğıqını 1 dB qilaylı. Andin bunun Android colorsini colorsi 3 maqıl green aletde, yani yeşil aletsin. Biz mani yazgan çağda mao çıkmay kaldı ya. Çörs qapqarıp qalamdı o mani. Biz bunu tuluq çıqırıp olduk bir dögülekni. Andaqda biz buniki yana kaltiginin rengini çıqırıp görüle. Vedisi xeygisi 20 dB bo'lsin. Buni oxirlashtirib deylik. Andin konres kirib mao xeygisini yozdik. Vedisini ayatan shab qo'ygan. Radiosini bunun 25 bo'lsin. Kaltigininki. Kaltiginin oldin qatimning kaltigining ma işte qango deyman. Andin green dese green degan mavqasqi start int color'si oldin qatim qo'shish 3 bo'lsin. Andin bunun start color'sima mash color bilan o'xshash chiqsin. Undaqda biz buni oxirlashtirib deylik. Endi buni
selektor qilib item belgilab itemga qilamiz. Andaqda bizni itemga yozili. Andın item deb yozilganki selektorning ichiga. Andın bu stati chegletda bir fanfas va mushu. Bu tanlanib turgan chog'da bir taraf, ikki taraf tanlanib turdi emasmi? Ikki tarafdan bir qonunda tursa, bir tanlanib turdi. Shuning uchun bu tanlanib turgan ekan, bunday yozilgan ekan. Bu tanlanib turgan ekanki background'si, andaqda buning background'si Gerin Tom Hutmash birinchisi bo'lsin. Andın bunu axırlaştıraylik. Andın bununki Moran Analytics'i Gerin Gray Tom bunu pek şu birincisi pek araştırıp kaptık bunu. Biz bunu hazır bunda his bulduk. Mal çöğürsün demiş ki. Ne işkil ettim de. Bir şey mi? Emdi keldi o emdi. Mani vermeye kaptık ay şuna. Çıkmam bilmek ya. Andaqda biz bu talanğan ikisini kılıp durayla. Andaqda bunu itemsi talanğan etkisi şu bunu şu dep yazdık mı aldın kısıqıras. Şu dep yazdık. Andaqda bununki talanğan etkisi resmi Green Track kamil. Andın bunu axırlaştırıp yine bir tal itemimizi bu Moran Analytics'i talanma Analytics'i bununla Gray Track kitap man yazılı. Andın biz bu kaldık PTT'lerini çıkarıp olduk. Bu biz aslında çıkarıp bulduk. Ondaqda biz colors'ını çıkarıp bunun colors'ını bir ütele, colors'ın bir ütele. Bunun colors'ı bu